Assalomu alaykum aka ukalar. Hamma tinchmi? Hammaning ishlari yaxshimi? Parvoz aka ukalar. Hammaning ro'zg'ori tinchmi aka ukalar? Musofirdagi aka ukalar tinchmi? Bir jip o'shamu katta bo'ladigan makonlar 3,5 kilodan oshiq makon. Jo'jaxo'roz 4,5 kilodan oshiq chiqdi. Aprelda chiqqan. Makon martda chiqqan aka ukalar. Mart o'rtasida chiqqan. Martski makonlardan qolgan bitta ikkitalaridan endi nima qilyapti? Juda ham ozg'in hali. Menimcha 5 kilodan oshiq bo'ladi. 5,5 kilodan ham oshiq bo'ladigan jo'jaxo'roz. Aka ukalar bu YouTube'ga chiqmagan. Chiqmagan jo'jalardan. Hali nima qilishini qarab o'tirgandik. Oyoqlarini yig'ishtirishini. Hali unchalik yig'ishtirmadi ham. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilasizlar aka ukalar. Yangi kanalimizga tashlaymiz buni aka ukalar. Telegram kanaliga ham tashlaymiz. Qo'llab-quvvatlab turasizlar yangi kanalni ham. Aka ukalar. Shunaqa gaplar. Yana bitta gap aka ukalar. Barter uchun qo'ng'iroq qilib yurmanglar aka ukalar. Barter qilmayman. Xo'rozim o'zimga yetarli. Zotga ham xo'rozim bor. Menga hech kimni xo'rozi kerakmaydi. Pulim bor, pulimga olaman aka ukalar. Musofirdagi aka ukalar ham eson-omon